Alaykum hurmatli obunachilar, bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksal va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent, Kazan, Nabrejichili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz amalga oshiriladi. Shuningdek, bizda Toshkent, Orenburg, Nijniy Novgorod, Moskva va Sankt-Peterburg yo'nalishlari reyslari bo'yicha esa haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari. Bizda kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Shuningdek, bizning avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, endi 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryadchiklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogagacha yuk olib ketishingizga bo'ladi va joylaringizni uzoq masofadan turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizda masofadan turib band qiling. Talab adashmang.